Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqi, hozirgi qilmoqchi bo'lgan murojaatimni ko'rib, o'z fikrlaringizni bildirasizlar degan umiddaman. Sizlarning guvohligingizda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziriga bir murojaatim bor. Mana nabiram hali 29-mart kuni tug'ildi. O'zimizni Mirishkor tuman Shandir qishloq vrachlik punktidagi tug'ruqxonada dunyoga keldi. 29-mart ro'za oyi bo'lganligi sababli ismlarini ham ro'za oyi qo'ydik. Ana endi shu chaqaloqning mana ahvoli, qo'l qismini ko'rib turibsizlar. Mana shu bizni qishloq vrachlik punktida aksher ginekolog vrachning o'zi yo'q. Lekin shu tug'ruqxona faoliyat olib boryapti. Bu yerda oddiy hamshira bolani onasidan dunyoga keltiradi-da. Hech qanday haqqi bo'lmagan hamshiralar qo'yib qo'yilgan. Mana shu hamshirani aybi bilan 10 kunlik chaqaloqni ko'rib turgan azobi, Allohning bergan ne'mati bu. Mana shu tug'ruq paytida mana yelka qismini sindirgan. Yelka qismi siniq chaqaloqni. Hozir qizimning qizchasi bu, o'zimni yonimga olib turibman. Buni ko'rayotgan har bir azobi, har soatda, har minutda ko'rayotgan azobi bu. Kimlarnidir aybi bilan bo'layotgan narsa bu bizning qishlog'imizda. Mana bugun 8-aprel kuni viloyat shoshilinch markaziga olib bordim. Travmatolog rentgendan o'tkazib, xulosasini mana yozib bergan. Mana xulosasi, mana rentgen qog'ozi tug'ruq paytida sindirilgan. O'sha hamshira Mansurova Nasiba degan hamshirani aybi bilan chaqaloqning qo'li singan. Yelka qismi. Buni gips ham qilib bo'lmaydi. Mana bint bilan o'rab berganda. Ana endi shu mana endi vazirdan iltimosimiz, bizni qishloq vrachlik punktida vrach yo'qligi sababli mana shu yoki shu tug'ruqxonani ish faoliyatini to'xtatish kerak, yoki shu yerga bitta aksher ginekolog vrach qo'yib berish kerak. Nafaqat meni nabiram, bundan tashqari qanchadan insonlarni, qancha bolalari, nabiralari nogiron bo'lib qolyapti, hayotdan ko'z yumyapti-da. Mana shu prezidentimizning chaqaloqlarni asrash to'g'risidagi chiqarayotgan qarorlari, mana bizda amal qilmayapti shu narsalar. Endi aybini yashirsang isitmasi oshadi deganda, bizni mana shu qishlog'imizni vrachlik punktini bosh vrachi Sayfulla Sharob degan inson ko'p yillardan beri faoliyat olib boradi. Mana shu bizni qishlog'imizga qanchadan qancha vrachlar kelyapti. O'zimizning qishloqdan chiqqan qanchadan qancha vrachlar bor. Даже shu viloyatimizda tanilgan vrachlar, lekin birontasini ishlashga yo'l qo'yilmayapti bizda. Mana shu ahvolni viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi ham biladi. Tumanning rahbariyati ham biladi shu yerda tug'ruqxonada vrach yo'qligini. Qachongacha bu narsalar davom etadi bizda? Mana endi shu chaqaloqni ko'rayotgan azobi kimlarnidir aybi bilan bo'layapti shuni. Hammasi bilib turibdi shunday chaqaloqlarni ko'rayotgan azobini. Shu sababdan sizdan bir iltimosim, shu bizning qishloq vrachlik punktimizni bir nazoratga olib, shuni ustidan bir tekshiruv o'tkazib, shuni ish faoliyatini yo'lga qo'yishingizni iltimos qilaman. Mana shu chaqaloqning azobini bilmasam, endi qancha vaqt azob ko'radi bu chaqaloq. Buni nima aybi bor edi buni? Bir Allohning bergan ne'mati-ku bu. Buni bu ahvolga solib, kimlardir aybdorki shuni qonun doirasida shularga nisbatan chora ko'rishingizni so'rayman. Mana endi buni nima qilamiz endi mana? Gips qilib bo'lmasa buni. Operatsiya qilib bo'lmasa buni, mana qo'li baylab berdi shu shoshilinchda vrach. Rahmat shunga. Shunday saqlang buni deb. Endi buni qachongacha shu ahvolda saqlaymiz? Kim endi bizga yordam ko'rsatadi buni? Shu muammolarni bir yechimini topishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Rahmat e'tiboringiz uchun.